Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mazali birinchiliklar tayyorlaymiz. Kerak bo'ladigan masalliqlar: 1 kosa sut, 1 kosa suv, 1,5 stakan un, 2 dona tuxum, 1 choy qoshiq chaynak soda, 5 osh qoshiq o'simlik yog'i. Suvimizda e'tibor bering, iliq suv bo'lishi kerak va u suvga 1 choy qoshiq tuz solib, yaxshilab tabga ko'ra solib, yaxshilab eritib olingan bo'lishi kerak. Hamma masalliqlarni shu ketma-ketlikda solamiz. Sutni solib, unni elakdan o'tkazamiz hamda suvni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Tuxumni ham solib, yaxshilab aralashtiramiz. Sababi quma-quma bo'lib qolishi kerak emas. Choy sodasini ham solib, yaxshilab aralashtiramiz. 5 osh qoshiq o'simlik yog'ini solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Sababi quma-quma bo'lishi kerak emas. Xamirimizni suyuqligi xuddi shu videodagidek bo'ladi. Qizib turgan skоворodkada ketma-ketlikda tillarang holga kelguncha pishirib olamiz. Mana teshikchalari ko'p bilinchiklar bo'ladi, e'tibor bering. Men qiymasiga kartoshka, piyoz, qiyma qildim. Xohlasangiz nachinkasiga siz tvorog yokida vareniya ishlatishingiz mumkin. Yaxshilab piyozni qovurib, kartoshkani ham qovurib, ziravorla solib, qiyma solib dimladim. Mana bilinchiklarimiz tayyor bo'ldi. Marhamat, osh bo'lsin. Rahmat e'tiboringiz uchun.